Assalomualaikum. Qurilish haqida gaplashamiz. Bugun yangi kanalimiz, eski kanal o'sha aytganimdek blog o'tib ketib qolib. Kanal tiklolmayapmiz. Yangi yana bir obyektimizdan va video lavha joylashga harakat qilyapman. Sizlar o'sha like, comment, imkon qadar podpisatsiya bo'lib qo'yib, sizga zararimiz tegmaydi xudo xolasa. Kanalimiz rivoji uchun ozgina hissangizni qo'shgan bo'lasiz xolos. Joyimizda mana lavhani marhamat akamiz Pinablokdan 2 etaj qilib uy ko'targan ekanlar. Biz oldiga mana kolonnalarini, manal trigerlarini qilib oldiga ajrogini chiqarib beryapmiz. Pinablokdan mana podvalli qilib 2 etaj qilib uy ko'taribdilar. Yaxshi kamrasroq varianti. Sizlarga ham nimadan quraymi ekan deb bosh isbot etgan bo'lsa, mana bu ham bir variant. Ishga nisbatan ozgina pul tejaysiz. Tejalgan pulga shu oddelkasigami, tashqarisini suvog'igami yoki mana kafilliknimi nimadirni qilib olasiz yoki hech bo'lmagan ta'minni qilib olasiz. Nima demoqchiman? Pinablok ham bo'laveradi. Ko'taradi. Asosiysi kolonnasi, regli, korobkasini mustahkam qilsangiz bo'ldi. Pinablok, g'ish hammasi to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Addelka shakllarimiz mana xudo xolasa ichkarilarini qilyapti. Like bosib, komment yozib, imkon qadar qo'llab-quvvatlab turasizlar.